Yo bola hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Artigraf anarxiya rejimida vibe bo'lib o'tgan, shundan keyin Artigrafda kuchaytirishga harakat qilamiz. Xullas, to'liq qilib aytadigan bo'lsam, Artigraf 2-3 kundan beri ochilmayotgan edi. Shu sababli hozir ochildi. Bir taxminan 3-4 kun bo'lib qoldi. Buning sababi Artigraf shu paytgacha Rossiya serverida, ya'ni Rossiya antenasida joylashgan ping muammolari juda ham ko'p bo'lgan. 170 ping, 190 ping darja PvP qilishga ham juda ham noqulayli bo'lgan. Shuning uchun xususan xullas Artigraf serverini adminlari buni to'g'rilash sababida o'zimizni Toshkentga ko'chirib qo'yishdi. Agar sizlar Toshkentda bo'lsanglar, pinglar 5 ping bo'lishi mumkin. Agar sizlar viloyat Andijon, Buxoro va hokazo viloyatlarda bo'lsanglar, pinglar 20 gacha chiqadi. Xullas, bu degani endi sizlar lag mashina qurmanglar. Agarda lag mashina qursanglar, serverda miyasi qisib ketsa, uylab portlab ketishi mumkin. Qani bo'lmasa ketdik, biz bu serverda kuchaytirishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa let's go. Xo'sh, birinchi o'rinda biz mana bunaqa oddiy kes ochib olishimiz kerak. BDV deb yozadigan bo'lsak, bizga bitta resurs berdi mana. Yo'q. Bunu tanlash kerak ekan, mana shu narsa. Ana. Mana bu nima? Voy, elektr bor ekan. Voy, tatem. Bo'lora. Xo'p, endi anarxiya o'tamiz. Anarxiya 1 o'tamiz. Endi bu yerda ham BDV deb yozadigan bo'lsak, ana, yana bitta berildi. Xo'sh, endi namitga borib turib mana bizga bamber yorishibdi, lekin biz nima qilganmiz, sig'maganmiz. Sizning blokировkangiz muddatsiz. Siz bu xatoni deb o'ylasangiz, Telegram orqali Artigraf adminga yozing. Artigraf admin yozganinglar bilan to'g'rilab bermaydi, konsol xato deydi. Xullas shunaqa bo'lmasa, yangi akkaunt ochib beramiz. Bo'lmasa-ku. Hop, bola mana biz nari yangi akkaunt ochib keldik. Endi anarxiya 1 o'tamiz. Anarxiya 1 o'tib turib, yana o'zimiz kes ochamiz. Mana yangi akkauntimiz, biz yo'q, yetaymiz. Endi birinchi o'rin mana kelib turib olib ketishimiz mumkin. Xo'sh, bu yerga BDV deb yozsak, kes berdi. Endi mana bu yerga bosib, bitta ochyapti ekan. Hozir bosamiz. O'tgan safar elektra chiqqancha tanlaymiz endi. Mana bu yerda elektra bor. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. O, nezel ko'ri yaxshi. Mana ham ber. Xo'p, endi anarxiya o'tamiz. Endi bu yerga bitta BDV deb yozamiz. Yana bitta berdi, endi men bu yerni tanlab Stop bola. Agar sizlar o'zingizlarga sifatli PvP qilish uchun kerakli bo'lgan tekin vizual istayotgan bo'lsanglar, muhim vizual aynan sizlar uchun bo'ladi. Mana do'stlar, bu vizualda o'zingizlar nastroykalar qilib olishinglar mumkin. Hattoki mana bunday odamlarda, hayvonlar o'tganlarda chiroyli effektlar ham chiqarib beradi tayyorlarda. O'rganni ham maza qilib o'ynaysizlar, xullas kerak. PvP juda ham madoqli bo'ladi bu vizual bilan. Har sakraganinglarda oyog'inglarni ochida mana shunaqa yumaloq sharikchalar chiqadi. Bundan tashqari osmonni rangini ham o'zgartirish mumkin bu vizualda. Oq sela bo'ladi, xohlasanglar. Oq ham juda ham chiroyli ko'rinadi. Hattoki sariq, yashil va shunga o'xshash hokazo ranglar bor. Bundan tashqari hattoki sizlarni armorilarni yoki aslahalarni chekada foizi qancha singan jonini ham ko'rsatishlar bo'ladi. O'ng tarafda pastda chekada turibdi, uni o'zingizlar ko'rib olishlar mumkin. Inventorylaringizni ko'rishlar bo'ladimi? Inventar tepasida turibdi. Undan tashqari do'stlar, eng muhim joylardan biri osmonni o'zingizlarga moslab zarrachalar, enderpearllar qayga tushsa, dalja hamma narsa bor. Xullas, obunachilar, tikinglar shuni yuklab olinglar.
agarda kimdir urayotgan bo'lsa, mana bu chekada ko'rgan bo'lsanglar, shu odam niklari qancha joni qolganicha ko'rsatib beradi darsi. Undan tashqari ko'ringlar qilichlar ushlaganda qanday urishi, qanday animatsiyalari bor. Undan tashqari mana bu yerda o'zlarining niklarni osongina alishtirib olishlar mumkin. Hadi Minecraftdan chiq, Minecraftga kir qilib yurishinglar shart emas. Vizualni yuklab olish uchun sizlar mana shu Telegram kanaliga kirishlar kerak bo'ladi. Bu Telegram kanaliga kirish uchun taklif havolasini o'tish kerak. Buning uchun sizlar mana shu bolaga yozilgan bo'lsanglar, sizlarga taklif havolasini tashlab, tushunmagan joylar bo'lsa so'rab olishinglar mumkin. Mana Muhammadin Uz. Bu safar nima aytganimiz? 20 ta mana bunaqa yarochi uchadigandan beri kelagan. Endi sil 500 ga ko'payamiz. Mana bu narsamizga hech ham kerak emas. Sil buni 999 1 2 3 999 ga qo'yib qo'ydik. Endi biz warp mine'ga borib o'zimizga ozgina kerakli resurslar qazib temir degandek. Keyin o'zimizga bambu ferma quramiz yo bo'lmasam kasrga borib kuchayamiz. Okey. Birinchi bo'lib biz o'zimizga bambu topishimiz kerak xullas. Years later. Do'stlar, jichirovdim, mana bambu ham topib oldik mana. Mana bitta bambu, keyin 30 bitta shayar qamash, keyin ozgina daraxtni yig'ib qo'ydim. Eng qizig'i mana bitta bambu topib oldik. Bizga bambu kerak bo'ladimi, kerak bo'lmaydimi, buni bilmadim, lekin yig'ib qo'yganimiz zarar qilmaydi. Shuning uchun bizlar ozgina yig'ib olamiz. Hop, mana biz ancha-muncha bambu firmadan 60 ga pul topdik. Undan tashqari auksionga qimmatga qo'yib yuboribman, Nezerit bilan Wine Charge'ni. Endi ularni olib turib Wine Charge'da 50 ga qo'yib qo'ygandim. Undan keyin 4 ta Nezerit 100 ga qo'yib qo'ydim, sotib olishibdi. Xullas, mana bizda ancha-muncha pul bo'ldi. Endi biz shakar qamishni istab turib, o'zimizga sekinga shakar qamish firma qurib olsak ham bo'laveradi deb o'ylayman. Daryo toshqin, suvlar to'lqin o'ta olmasman. Xo'p, bolalar, mana biz o'zimizga joy topib oldik. Endi mashindan qarab pastga qazib ketsak bo'laveradi. Bizga просто kichkina bazacha bo'lib bersa bo'ldi bu bizga. Birinchi o'rinda bekka setini qo'yish kerak. Qo'yildi. Hop, bola, endi bekka o'zimizning suvlarimizni joylashtirib qo'yishimiz kerak. Bok. Ana. Menimcha vaqtinchalik mana shu baza yetsa kerak. Endi bo'lmasa biz mana bu tarafga qarab o'zimiz fermamizni quramiz. Xo'sh, endi biz bu shakar qamishni ekib qo'yamiz. Ekilmaydi umuman. Yonayapti.
Xo'p, endi biz hozir shunchalarni qilamiz, ozgina o'zimizga kerakli opet yoki dinamitlar to'plab olib turib, undan keyin ferma qurishda davom etamiz. Başul girdi. Vuru boşa takayım. Oldu kaç. Yukarı. Yukarı betten. Bu afson. Wow. Qoyil. Yangi qo'shilgan afsonaviy Castle binasasi qo'shilib keluvchi. Qora. Uning ichidan xuddi sehrli shulkerga o'xshab turib 150 ta joni bo'ladigan. Agar sizlar uni o'ldirsanglar, ular jonini tugatsanglar, sizlarga короче binasa berar ekan ular. Talisman bo'lishi mumkin. Oh my god! Wow! Yo mayo. Bo'l, qochdik biz boymiz. Asaldan ol. Asal ishlamayapti. Kulyapti hali mana u. Yo mayo. Ana. Ha, biz mayoqqa ketdik. Biz yo'qmiz betlarda. $2,000 years later. Mana taxminan 1 soatlik mehnatning natijasi. Xullas, mana shu yerda deyarli hamma narsani o'zib keldik. Faqatgina bizga talismanlar tushmadi xolos. Islam, oltin, dinamit, olmos, izmurod, xullas hamma narsa bor. Ancha-muncha mehnat ketdi buning ostida. Xuddi hali xazinani ochganda tilla bo'ladi, xuddi shunday ko'rinyapti bor ko'zimga. Endi bundan o'zimizga hozir olmos, oltinlar, optlarni olib turib, endi o'zimizga kirka bilan o'roq yasashimiz kerak. O'roq nimaga? Chunki biz sabzi fermamizga kerak bo'ladi. O'zi ekadigan o'roq qilishimiz kerak, endi buldozerli kilka qilishimiz kerak. Ponni mayn qilishga, ili mashet qazib chiqishga tekis qilib. Qani bo'lmasa, go. A few moments later. Mana egiziplarimizni 10 daraja qilib turib, hammasini o'zimizga qaytarib oldik. Bizda endi jami 370 egizip bo'ldi. Menimcha buldozer kirga va ancha-muncha aqsa-xalasiga yetadi. Qani bo'lmasa endi sehrlab ko'ramiz. Buldozer 1 ham buldozer 2 bilan bir xil ishlaydi. Bu esa bizga yaxshi narsa qotadi. Ha do'stlar, mana bizning top berkitganmiz. Endi bunga bir dona
mending qo'shib yuborsak, mendingni olamiz va bunga qo'shamiz. Nice. Men bu yerda o'zimizga yangi o'rog'imizga qayta 2-3-4 sehrini tushirib olmoqchiman. Agarda sizlar shu maksimalniy 4 sehrini tushirsanglar, qayta 2-3ni sizlar o'rgan narsalar yana o'zining joyiga qaytadan ekilib qoladi. Bu esa bizga anchagina vaqt tejashga yordam beradi. Karotchi bizga magnit ehtiyotkor ancha-muncha sehrlar tushib beryapti, lekin bizga qayta 2-3-4 sehr kerak. Bo'lmasa ishlarimiz ancha-muncha pachava. Lekin yaxshi ketyapti. Hozircha hamma narsamiz bor. Oh my god! Wow! Mana men yasagan kirgan nimalarga qodir. Mana buni men yasagan kirgan desa bo'ladi. Nice. Endi esa ferma uchun kerakli joyda qazib olamiz. O'zimiz yangi buldozer tikamiz albatta. A few moments later. Endi sabzlarni ko'paytiramiz. Yana ko'paytiramiz. Endi esa urib olamiz. Sabzi ferma qurish ham ancha-muncha osonmi? Unga suv qo'y, atroflarini chop, yana sabzi ek, uni o'r, yana qayta ek, o'lcha, qur, bu juda ham qiyin. 2000 years later. Nihoyat mana hamma narsani tayyor qilib olib, biz o'zimiz sabzlarimizni ekib chiqyapmiz obunachilar. Xullas, juda ham katta joy bo'ldi. Endi bu yerga sabzlarni ekib chiqishda o'zi bo'lmadi. Xullas, videoga oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, hammaga rahmat. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin obunachilar. Sizlar bilan doimgidek Meteor bo'ldi. Xullas, bu vibe'da shunchalik kuchayishga harakat qildik va shunchalik kuchaya oldik. Endi bu yog'ini keyingi qismlarda ko'rib olishinglar ham mumkin. Hammaga xayr bo'ldi.